18. pare. Sure Mü'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Nayiti şefqatlik ve mehriban Allah'ның ismi bilen başlayman. Müminler hakikaten baxtga erişdi. Şundaq müminler ki ular namazlarda Allah'ның ulug'ligidan sür besip ketganlikdan ayminib turg'uchilardir. Ular behuda söz, behuda ishdan yiroq bo'lg'uchilardir. Ular zakat berguvchilardir. Ular avratlarini haromdan saqlag'uchilardir. Ya'ni avratlarini faqat xotinlaridan, cho'rilaridan, boshqalardan saqlag'uchilardir. Bular bilan yaqinchilik qilg'uchilar malomat qilinmaydi. Buning sirtidan jinsiy talabni qondirishni talab qilg'uchilar haddidan oshquchilardir. Ular ya'ni mo'minlar o'zlariga topshirilgan omonatlarga va bergan ahdiga rioya qilg'uchilardir. Ular ya'ni mo'minlar o'zlariga topshirilgan omonatlarga va bergan ahdiga rioya qilg'uchilardir. Ular namozlarini vaqtida ta'idil arkan bilan ado qilg'uchilardir. Ani shular, ya'ni yuqorqi sifatlarga ega mo'minlar nozu ne'matlik jannatning varislaridir. Ular yuqori darajalik jannat Firdavsga varislik qiladi. Firdavsda mangu qoladi. Biz insonni haqiqatan loyning javharidan yaratdik. Ondan uni bir puxta qarorgoh, ya'ni bachidonda joylashgan obi ma'ni qildik. Ondan obi ma'nini laxti qonga aylantirdik. Ondan laxti qonni parcha go'shtga aylantirdik. Ondan parcha go'shtni sunyakka aylantirdik. Ondan sunyakka go'sht qo'ndirdik. Ondan uni jon kirgizib boshqa maxluqqa aylantirdik. Eng mahir yaratquchi Alloh, hikmat va qudrat jihatdan ulug'dir. Ondan sizlar cho'qim o'disizlar. Ondan sizlar haqiqatan qiyomat kuni qabranglardan turg'izsizlar. Biz haqiqatan sizlarning ustinglarda 7 qavat osmonni yaratdik. Biz maxluqotdan g'ofil emasmiz. Biz bulutdan hojatga qarab yomg'ir yog'dirdik. Uni zaminda to'xtatdik. Uni quritib etishga albatta qodirmiz. Shu yomg'ir bilan sizlarga xurmo bog'chalari va uzum bog'chalarini yetishtirib berdik. Sizlar uchun u bog'larda nurg'un mevalar bor. Ulardan yeysizlar. Shu yomg'ir bilan tursinadan chiqadigan zaytun darxini o'stirib berdik. Uningdan may chiqadi. Yigitlar nonlarini shu may bilan maylaydi. Chorvalarda haqiqatan sizlarga ibrat bor. Ularning qursig'idagi narsalar, ya'ni sutlar bilan sizlarni sug'urimiz. Ularda sizlar uchun nurg'un manfaatlar bor. Ularning go'shtini yeysizlar. Ular ya'ni to'ga va öküzler bilan quruqliqda, kemi bilan dengizda yük to'shiysizlar. Biz haqiqatan Nuhni qavmiga payg'ambar qilib avatdik. Nuh aytdi: "Ey qavmim, yolg'iz Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'q. Allohning azobidan qo'rqmamsizlar?" Uning qavmidagi imonsiz kattalar aytishdi: "Bu faqat sizlarga o'xshash bir insondir. U sizlardan ustun bo'lmoqchi. Agar Alloh payg'ambar avatishni xohlasaydi, albatta farishtalarni avatadi." Bundaq so'zni burunqi ota-bobolarimizdan anglagan emasmiz. U faqat bir majnundir. Sizlar uni bir mezgil kutinglar. Nuh ularning iymon etishdan umidini uzgandan keyin: "Parvardigorim, ular meni yolg'onga chiqarganliklari uchun menga yordam bergin" dedi. Biz Nuhqa: "Bizning ko'z oldimizda vahiyimiz bo'yicha kema yasig'in. Bizning buyruqimiz yetib kelgan va to'nirdan suv etilib chiqqan chog'da kemiga hayvonlardan erkak kishi bo'lib bir juftdan elvag'in. Oilangdagilarni mo elvag'in. Ularning ichidagi halok bo'lishga hukm qilinganlar buningdan mustasno. O'zlariga zulm qilganlar to'g'risida
maң söz aşmığın, yani ulağı şapaat qılmığın, ular çoqum topan balasida g'arq qılınıdı, deb vahiy qıldı. Sen bilan birga bo'lgan mo'minlar bilan kemiga chiqqan chig'ingda Jimi hamdu sana bizni zolim qavmdan qutqizgan Allohga xosdir degin. Hamda ey Parvardigorim, meni muborak manzilga tushirgin. Sen do'stlaringni eng yaxshi o'rinlashtiruvchisan degin. Haqiqatan buningda, ya'ni Nuhning ummatining ishlarida aql egalari uchun nurg'un ibratlar bor. Biz bandalarni, payg'ambarlarni avatish bilan albatta sinaymiz. Ularni halok qilgandan keyin boshqa bir qavm paydo qildik. Biz ularga o'zlarining ichidan bir payg'ambarni, ya'ni Hudni avatdik. U aytdi: "Alloh qil ibodat qilinglar. Sizlarga uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allohning azobidan qo'rqmamsizlar?" Uning qavmining kofir bo'lgan, oxirat mukofotini yolg'onga chiqargan va bu dunyoda biz tarafdan bayashat turmushga ega qilingan kattalari aytdi. Bu faqat sizlarga o'xshash bir insondir. U sizlar yeganni yeydi, sizlar ichganni ichidi. Agar sizlar o'zinglarga o'xshash bir insonga itoat qilsanglar, shubhisizki u chog'da sizlar cho'qim ziyon tortquchilarsizlar. U sizlar o'dib to'piga va quruq ustixonga aylangandan keyin tirilsizlar deb ogohlantiramdi. Sizlarga ogohlantirilgan ish to'limi yiroqdir. Bizning mushu dunyodagi hayotimizdan boshqa hayot yo'qdir. Biz o'limiz va tirilimiz, ya'ni bir tarafdan o'lib turimiz va bir tarafdan tug'ilib turimiz. Biz qayta tirilmaymiz. U faqat Alloh nomidan yolg'onni to'qigan odamdir. Biz uningga ishonmaymiz. Hud aytdi. U faqat Alloh nomidan yolg'onni to'qigan odamdir. Biz uningga ishonmaymiz. Hud aytdi. Parvardigorim, ular meni yolg'onga chiqarganliklari uchun menga yordam bergin. Alloh aytdi. Ular uzunga qolmay kofir bo'lganliklariga nadomat chekidi. Ular haqliq ravishda qattiq ovoz bilan halok bo'ldi. Ularni biz lo'ja qilib etdik. Zolim qavm Allohning rahmatidan yiroq bo'lsin. Ularni halok qilgandan keyin boshqa bir qavmlarni paydo qildik. Har qanday ummat halok bo'lish vaqti kelmay turib halok bo'lmaydi. Halok bo'lish vaqtidan o'tibmi ketmaydi. Ondan bizning payg'ambarlarimizni orqa avatdik. Her ümmetke onun peygamberi kelgen çağda, ular onu inkar qilganlikdan, ularni arqa halok qildik. Ularni kishilarga hikoya qilib qoldirdik. Iman etmaydigan qavm Allohning rahmetidan yiroq bo'lsin. Ondan Musa va uning qarindishi Harunni bizning oyatlarimiz bilan va ro'shan paket bilan Fir'avn va uning qavmining cho'nglariga payg'ambar qilib avatdik. Ular haqavurlik qilib imondan bosh tortdi. Ularmi takabbur qavm edi. Ular bizga o'xshash ikki oddiy insonga iymon aytamdiq. Halbuki ularning qavmi bizning qulga o'xshash xizmatchilarimizdir deyishdi. Ular bu ikkisini, ya'ni Musa bilan Harunni inkor qilishdi. Shuning bilan ular halok bo'ldi. Ular, ya'ni Bani İsrailni hidoyat topsin deb, biz haqiqatan Musaga kitob, ya'ni Tavratni ato qildik. Biz Maryamning o'g'li, ya'ni Isoni va uning onasini, ya'ni Maryamni kamal qudratimizning dalili qildik. Ularni tüp-tüz, iqin suvliq bir egiz joyga o'rinlashtirdik. Ey payg'ambarlar, halol narsalarni yanglar, yaxshi amallarni qilinglar. Men haqiqatan sizlarning qilgan amallaringlarni obdan bilaman. Ey payg'ambarlar jamoasi, sizlarning dininglar haqiqatan bir dindir. Men sizlarning parvardigoringlardirman. Mening azobimdan qo'rqinglar. Ular, ya'ni ummatlar diniy jihatda nurg'un firqalarga bo'lindi. Har firqa o'z dini bilan xushaldir. Ularni o'lganlariga qadar gumrohlikqa tarik etgan.
Ular bizning ularga mol-mulk va avlodlarni berganligimizni o'zlariga tez yaxshilik qilganlik deb o'ylamdi. Hargiz undaq emas. Ular uqmaydi. Haqiqatan Parvardigorning hayvisidan qo'rquvchi kishilar. Parvardigorning oyatlariga ishonguvchi kishilar. Parvardigorga sherik keltirmaydigan kishilar. Sadiqa berdigan, ammo Parvardigorning dargohiga hisob berish uchun qaytib bordiganligidan dillari qo'rqib turadigan kishilar. Ani shular yaxshi ishlarni qilishga oldirg'uchilardir. Yaxshi ishlarni boshqalarning oldida qilishga tirishquchilardir. Biz insonni faqat toqati yetadigan ish qila taklif qilamiz. Bizning dargohimizda haqni so'zlaydigan kitob, ya'ni bandalarning yaxshi-yomon ishlari xotirlangan nomi amal bor. Ularga savobini kamaytirib etish yoki azobni oshirib etish bilan qilchi zulm qilinmaydi. Ular, ya'ni gunohkor kuffarlarning dillari buningdan, ya'ni Qur'ondan g'aflatdadir. Uningdan, ya'ni kufridan boshqa ular kelajakda nurg'un yomon ishlarni qiladi. Ularning boylarini azob bilan jazolagan vaqtimizda nagah ular faryod qiladi. Ularga aytiladi: "Bugun faryod qilmanglar. Haqiqatan sizlar bizning yordamimizga erishaolmaysizlar." Mening oyatlarim sizlarga o'qib beriladi. Uni anglashdan yuz o'rib, orqanglarga chekinib Ular haram ahli bo'lganligi bilan faxrlanib imondan yuz o'riydi. Kashlik paranglarda yomon so'zlarni qiladi. Ya'ni Qur'onga ta'na qiladi. Payg'ambar alayhisalomni so'kidi. Ular haq kalam, ya'ni ulug' Qur'on ustida cho'nqur fikr qilmadimi? Yoki ularga Alloh tarafidan oti bo'g'lariga kelmagan yangi narsa keldimi? Yoki ular o'zlariga kelgan elchini tonimay uni inkor qilatamdi? Yoki ular uni majnun deyishamdi? Hargiz undaq emas. Ularga u haqiqatni ilib keldi. Ularning to'lisi haqiqatni yomon ko'rdi. Agar haqiqat, ya'ni Qur'on ularning nafsi xohishlariga bo'ysundigan bo'lsa, albatta osmonlar, zamin va ulardagi mahluqotlar xarob bo'lgan bo'ladi. Undaq bo'lgani yo'q. Ularga vaz nasihatni o'z ichiga olgan Qur'onni ato qildi. Ular o'zlariga vaz nasihat bo'lgan Qur'ondan yuz o'riydi. Yoki sen ulardan elchilikni yetkazganligingga haq talab qilamsan? Ya'ni ular shundoq gumon qilamdi. Parvardigoringning sana bergan ajri yaxshidir. Alloh rizq beruvchilarning yaxshisidir. Sen albatta ularni to'g'ri yo'lga da'vat qilasan. Oxiratga ishonmaydiganlar haqiqatan to'g'ri yo'ldan chetniguvchilardir. Agar ular, ya'ni mushriklarga rahim qilsak, ularga kelgan kulfatni ko'tarib atsak, cho'qim gumrohliklarida davomli tengirqab yurishadi. Ularni biz haqiqatan azob, ya'ni qahatchilik bilan jazoladik. Ular Parvardigoriga bo'ysunmadi. İltijo qilib duomi qilmadi. Toki ularga qattiq azobning darvozasini ochgan chig'imizda nagahan ular umidsizlanib ketdi. Allah sizlar uchun quloqlarni, ko'zlarni va dillarni yaratdi. Sizlar noit oz shukr qilasizlar. Allah sizlarni zaminda nasllantirish yo'li bilan yaratdi. Hisob berish uchun uning dargohiga yig'ilasizlar. Allah o'likni tirildirdi. Tirikning jinni oladi. Kech kunduzning o'zgarib turishi Allohning boshqurishidir. Tushunmamsizlar? Ular Allohning qudratini o'ylab ko'rmadimi? Ular Allohning qudratini o'ylab ko'rmadi. Balki ular burunqilar nima degan bo'lsa, shuni dedi. Ular aytdi: "Biz o'lib to'piga va uvilib ketgan sunyakka aylangandan keyin cho'qim qayta tirilamdik." Haqiqatan biz va bizning ota-bobolarimiz ilgari mushundoq ogohlantirilgan edik. Bu faqat qadimqilardan qolgan afsonalardir. Aytqinki, zamin va uningdagi mahluqotlar kimning? Agar sizlar bilsanglar, menga buni aytib beringlar. Ular Allohning deydi. Buningdan pan nasihat olmamsizlar? Aytqinki, yetti osmonning va ulug' arishning Parvardigori kim? Ular Allah deydi. Aytqinki, uning azobidan qo'rqmamsizlar?
Aytqinki, hamma shayning podshohligi kimning qo'lida? İltijo qilganlarga podshoh bo'la oladigan va uningga qarshi hech narsa panoh bo'lanmaydigan kim? Hech narsa panoh bo'lanmaydigan kim? Agar sizlar bilsanglar, menga buni aytib beringlar. Ular Alloh deydi. Aytqinki, sizlar qandaqmi qaymoq turulisizlar? Undaq emas. Ularga biz haq so'zni ep keldik. Ular cho'qim yolg'onchilardir. Allohning bolasi yo'q. Uningga baravar boshqa bir ilohmi yo'q. Agar bundaq bo'lsa-da, u chaqda har iloh o'zi yaratgan maxluqni yolg'iz egilaydi. Ba'zidan g'olib keladi. Allah ularning Allohga nisbat bergan narsalardan pokdir. Allah g'aybni va oshkorni bilguchidir. Mushriklarning sherik keltirgan narsalardan ustundir. Aytqinki, Parvardigorim, agar menga ularga dunyoda va'da qilgan azobni ko'rsatadigan bo'lsang, aytqinki, Parvardigorim, meni zolim qavmlar ichida qilmag'in. Biz ularga va'da qilgan azobni sana ko'rsatishga albatta qodirmiz. Ularning qilgan yomonligiga afu qilish bilan yaxshilik qilgin. Ularning seni sifatlashlarini, ya'ni ularning sana qilgan masxarasini biz obdan bilamiz. Parvardigorim, sana sig'inib shaytonlarning vasvaslaridan panoh tilayman. Parvardigorim, sana sig'inib shaytonlarning menga hamroh bo'lishidan panoh tilayman. Ularning, ya'ni kofirlarning biriga o'lim kelsa aytadi-ki, Parvardigorim, meni dunyoga qaytirg'in. Men qo'yib kelgan mol-mulkim bilan yaxshilik qilishim mumkin. Uning dunyoga qaytishi mumkin emas. U cho'qim shu so'zni qilg'uchidir. Ular qabrlardan turg'izilgan kunga qadar ularning oldida ularni dunyoga qaytishdan to'sadigan bir to'sma bo'ladi. Sur chilingan kunda ularning orasidagi tuqqanchilik mavjud bo'lmay qoladi. Bir-birining ahvolini so'rashmaydi. Tarazisi eg'ir kelganlar, ya'ni yaxshiliklari yomonliklarini besib ketganlar baxtga erishguchilardir. Tarazisi yenik kelganlar, ya'ni yomonliklari yaxshiliklarini besib ketganlar ziyon tortquchilardir. Jahannamda mangu qolguchilardir. Ularning yuzlarini o't ko'ydiradi. Qalpoqlari qo'rilib, tishlari ichilib, bad chiroy bo'lib qoladi. Ularga, sizlarga dunyoda mening oyatlarim o'qib berilgan. Sizlar uni shuncha ro'shan turuqliq inkor qilgan emasmidinglar, deyiladi. Ular aytadi: Parvardigorimiz, badbaxtligimiz ustimizdan g'olib kelib, gumroh qavm bo'lib qolgan edik. Parvardigorimiz, bizni do'zaxdan chiqarg'in, ondan dunyoga qaytirg'in. Agar biz shuningdan keyin yana gunoh qilsak, biz haqiqatan zolim bo'lib qolamiz. Alloh aytadi: Jahannamda xor holda qilinglar. Ustinglardan azobning ko'tarilib ketishi haqida menga so'z ochmanglar. Shubhisizki bandalarimdan bir turkum kishilar. Parvardigorimiz, biz iymon etdik. Bizga mag'firat qilgin, bizga rahim qilgin. Sen bo'lsang eng rahim qilguvchisan, deydi. Ularni masxir qildinglar. Hatta ular sizlarga mening zikrimni unuttirdi. Ya'ni ularni masxir qilish bilan bo'lib ketib, menga itoat qilishni unutdinglar. Sizlar ulardan kulatdinglar. Sizlardan yetgan arziyatlarga sabr qilganliklari uchun men ularni bugun mukofotladim. Ular haqiqatan maqsadga erishguchilardir. Alloh ularga: "Ziminda qancha yil turdinglar?" deydi. Ular: "Bir kun yoki bir kundanmi oz turdik." Oy kunlarni hisoblag'uchi farishtadan so'rag'in deydi. Oy kunlarni hisoblag'uchi farishtadan so'rag'in deydi. Ular do'zaxda chekiyotgan azob tufaylidan ziminda qanchalik turganligini unutdi. Alloh: "Agar sizlar bilsanglar, dunyoda faqat ozg'in turdinglar" deydi. Ey insonlar, bizni sizlar o'zinglarni bekor yaratdi. Ya'ni sizlar bizni hayvonotlarni yaratganimizdek, biz hech qanday
savobmi bermaydigan, jazomi bermaydigan qilib yaratdi. O'zinglarni bizning dargoyimizga qaytarilmaydi deb o'ylamsizlar? Haq podshoh Alloh ustundir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Alloh ulug' arishning parvardigoridir. Kimki hech qanday dalili bo'lmagan holda Allohga qo'shib yana bir ma'budga ibodat qiladigan Parvardigorning dargohida hisob berdi. Kofirlar haqiqatan nijot topmaydi. Parvardigorim, mag'firat qilgin, rahim qilgin. Sen rahim qilguvchilarning yaxshisisan degin. Sura Nur. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Ey Muhammad, bu bir suradirki, uni biz sana nozil qildik. Uningdagi ahkomlarni faraz qilib bekitdik. Ey mo'minlar, sizlarning vaz nasihat edishinglar uchun uningda sizlarni amal qilsin deb shariat ahkomlarini o'z ichiga olgan ro'shan oyatlarni nozil qildik. Zina qiluvchi ayol va zina qiluvchi erning har birini 100 darajadan uringlar. Agar sizlar Allohga va oxirat kuniga iymon etadigan bo'lsanglar, Allohning dinining ahkomini ijro qilishda ularga rahim qilmanglar. Ularni jazolagan chaqda mo'minlardan bir turkum kishi hozir bo'lsin. Zina qiluvchi er faqat zina qiluvchi ayolni yoki mushrik ayolni oladi. Zina qiluvchi ayol faqat zina qiluvchi erga yoki mushrikga tegadi. U ya'ni zina mo'minlarga harom qilindi. İffetlik ayollarni zina bilan qorilgan. Buning rostligiga odil 4 guvohchini keltirilmagan kishilarni 80 darra uringlar. Ya'ni birovga zina bilan tuhmat choplagan har bir odamni qamcha va shuning o'xshash narsalar bilan 80 ni uringlar. Chunki ular afifa ayollarga yolg'ondan tuhmat choplagan va kishilarning obro'yini to'kkan odamlardir. Ularning guvohligini ular yolg'onchilik va tuhmat choplash maydonida ching turdiganlar bo'lsa, hargiz qabul qilmanglar. Ular fosiqlardir. Ya'ni ular bo'htan choplashdan iborat cho'ng gunohni ishlaganliklari uchun Allohning itoatidan chiqquvchilardir. Keyin tavba qilgan va amallarini tuzatganlar. Ya'ni afifa ayollarga qayta tuhmat choplamaganlar buningdan mustasno. Ularni kechiringlar. Guvohligini qabul qilinglar. Chunki Alloh mag'firat qiluvchidir. Ya'ni banda tavba qilib o'zini tuzatsa, uni Alloh mag'firat qiladi. To'limi mehribondir. Xotinlarini zina bilan qorilgan va o'zlaridan boshqa guvohchisi bo'lmaganlar guvohlik so'zining rost ekanligini dalillash uchun Allohning nomi bilan 4 qatim qasam qilsin. 5-qatimida agar yolg'onchi bo'lsam, menga Allohning la'nati bo'lsin desin. Xotin kishi erining yolg'onchi ekanligiga Allohning nomi bilan 4 qatim qasam ichsa, jazoga tortilishdan saqlab qolinadi. 5-qatimda u agar rostchilardan bo'lsa, ya'ni erimning gapi rost bo'ladigan bo'lsa, menga Allohning g'azabi bo'lsin deb qasam qiladi. Agar sizlarga Allohning fazli va rahmati bo'lmasaydi, cho'qim rasvo bo'latdinglar. Alloh tavbani bakmi qabul qiluvchidir. Hikmat bilan ish qiluvchidir. Shubhisizki, sizlardan bir guruh odam Oyshaga bo'htan chopladi. Bu sizlar uchun yomon emasdir. Sabr qilganliginglar bilan savobga erishadiganliginglar uchun va Oysha Safvonlarning paktiki oshkor bo'lganligi uchun balki yaxshidir. Bo'htan choplag'uvchilardan kimning qanchalik gunohi bo'lsa, uningga shunchalik jazo beriladi. Bo'htanning cho'ng qismini tarqatgan odam, ya'ni Abdullah ibn Ubay qattiq azobga duchor bo'ladi. Bo'htanni anglagan chaqlaringlarda er ayol mo'minlar nemishqa o'zlarini yaxshi deb qarab, bu aniq bo'htan demidi? Ular nemishqa 4 nafar guvohchini keltirmadi? Guvohchilarni keltirmagan ekan, ular Allohning nazarida yolg'onchi hisoblanadi. Sizlarga dunyo va oxiratda Allohning fazli va marhamati bo'lmasaydi, bo'htan choplag'ininglar uchun albatta cho'ng azobga duchor bo'latdinglar.
Öz vaqtida bo'xtanni tilinglar bilan tarqatdinglar. Bilmaydigan narsanglarni ig'zinglarga oldinglar. Uni sal chag'ildinglar. Halbuki Allohning nazarida u cho'ng gunohdir. Uni anglagan chig'inglarda nimishqa mundaq so'zlarni qilish bizga munosib emas. Ey Alloh, sen poktursanki bu cho'ng bo'xtandir demidinglar. Alloh sizlarga nasihat qildiki, agar mo'min bo'lsanglar, hargiz qaytib mundaq so'zlarni qilmanglar. Allah sizlarga shariat ahkomlarini va go'zal adab axloqlarni ko'rsatib beradigan oyatlarni bayon qiladi. Allah bandalarga foydali ishlarni obdan bilguchidir. Tadbir qo'llanishda va shariatini barpo qilishda hikmat bilan ish qiluvchidir. Mo'minlar ustida yomon so'zlarning tarilishini yoqtiradigan odamlar shubhisizki dunyo va oxiratda qattiq azobga qoladi. Allah sirlarni va niyatlarni bilib turdi. Sizlar bilmaysizlar. Allohning sizlarga fazli va marhamati bo'lmasa edi, sizlarni qattiq jazolaydi. Allah shafqatlidir, nihoyat mehribondir. Ey mo'minlar, shaytonning kayniga kirmanglar. Kimki shaytonning kayniga kirdigan, shayton uni qabih so'z harakatlarga, yomon ishlarga buyuruydi. Allohning sizlarga fazli va marhamati bo'lmasa edi, sizlardan hech odam abadiy pok bo'lmas edi. Va lekin Alloh xohlagan bandasini pok qiladi. Alloh sizlarning so'zlaringlarni anglab turg'uchidir. Niyatinglarni bilib turg'uchidir. Niyatlaringlarni bilib turg'uchidir. Oranglarda ahli karim va davlatman bo'lganlar xish aqribolarga, miskinlarga va din yo'lida hijrat qilganlarga bir narsa bermaslikka qasam qilmasin. Ularning gunohini afu qilsin, kechirsin. Allohning sizlarga mag'firat qilishini yoqtirmamsizlar? Alloh nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Yomon ishdan bexabar iffetlik mo'min ayollarga qarshi chaplaydiganlar dunyo va oxiratda cho'qim la'natga uchraydi. Ya'ni Allohning rahmatidan yiroq qilinadi. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Shu kunda, ya'ni qiyomat kunida ularning tillari, qo'llari va putlari ularning qilmishlaridan ularning ziniga guvohlik berdi. Shu kunda Alloh ularga to'liq tegishli jazosini berdi. Ular Allohning oshkor haq ekanligini biladi. Yomon ayollar yomon erlarga loyiqdir. Yomon erlar yomon ayollarga loyiqdir. Yaxshi ayollar yaxshi erlarga loyiqdir. Yaxshi erlar yaxshi ayollarga loyiqdir. Ani shular ularning choplagan bo'xtanlaridan pokdir. Ular mag'firatdan, nozu ne'matlik jannatlardagi esil rizqdan bahramon bo'ladi. Ey mo'minlar, boshqalarning uylariga kirishga ijozat so'ramaguncha va uy egasiga salom bermaguncha kirmanglar. Vaz nasihat edishinglar, ya'ni bu go'zal axloq adabga amal qilishinglar uchun bu ya'ni ijozat so'rab va salom berib kirish ushtumtut kirishdan sizlarga yaxshidir. Agar boshqalarning uylarida hech odam bo'lmasa, sizlarga ijozat berilmaguncha kirmanglar. Agar sizlarga qaytinglar deyilsa, qaytib ketinglar. Qaytib ketish sizlar uchun eng yaxshidir. Allah sizlarning qildigan amallaringlarni bilib turg'uchidir. Shaxsiy turalg'i bo'lmagan, ya'ni do'kon, saroylarga o'xshash uylarga hojitinglar tushib kelsanglar, sizlarga hech gunoh yo'qdir. Sizlarga hech gunoh yo'qdir. Allah sizlarning oshkorlig'inglarni, yo'shirig'inglarni bilib turdi. Mo'min erlarga aytqanki, nomahramlarga tikilib qarmasin. Avratlarini zinodan saqlasin. Avratlarini zinodan saqlasin. Mundaq qilish ular uchun eng yaxshidir. Allah haqiqatan ularning qilmishlaridan to'liq xabardor. Mo'minlarga aytqanki, nomahramlarga tikilib qarmasin. Avratlarini yopsin. Tashqi zinnatlardan boshqa zinnatlarini oshkorlamasin. Lichaklari bilan ko'kraklarini yopsin. Tashqi zinnatlardan boshqa zinnatlarini erlaridan, otalaridan, yo qiyin otalaridan, yo o'g'illaridan, yo erlarining o'g'illaridan, yo o'z qarindoshlaridan
ya qarindoshlarning o'g'illaridan, ya hamshirlarining o'g'illaridan, ya dindosh ayollardan, ya qo'l ostidagi cho'rlardan, ya xotinlarga ehtiyoji yo'q xizmatchilar, ya'ni qeri, daldush, bo'g'anliqdan jinsiy shahvati yo'qlardan, ya ayollarning uyatliq joylarini uqmaydigan, ya'ni balog'atga yetmagan bolalardan boshqa kishilarga ko'rsatmasin. Zinnatlarini kishilarga bildirish uchun oyoqlarini yerga urmasin. Ey mo'minlar, baxtga erishishinglar uchun hammanglar Allohga tavba qilinglar. Oranglardagi bo'ytaq ayollarning va yaxshi qo'l va yaxshi cho'rilaringlarning beshini o'nglab qo'yinglar. Agar ular yo'qsiz bo'ladigan bo'lsa, ularning yo'qsizligi sizlarning ularning beshini o'nglab qo'yishinglarga to'siq bo'lmasin. Allah ularni o'z karimi bilan boy qiladi. Allohning karimi kengdir. Allah bandalarning manfaatini bilguchidir. O'ylanmaydiganlar Allah ularni o'z karimi bilan boy qilgucha o'zlarini iffetlik tutsin. Qulduringlardan to'xtam tuzashni tilaydiganlar, ya'ni xo'jasiga muayyan pul mol to'lash sharti bilan o'zining ozod qilinishini tilaydiganlar bilan agar ularning sadoqatini bayqasanglar, to'xtam tuzinglar. Sizlarga Alloh ato qilgan mol-mulkning bir qismini o'zlarini ozod qilishga yordam tariqasida ularga beringlar. Agar sizlarning cho'rdiringlar iffetlik bo'lishni xolasa, bu dunyoning ozg'ina melini deb ularni fohishiga majburlamanglar. Kimki ularni fohishiga majburlaydi ekan, majburlangandan keyin Alloh ularni mag'firat qilguchidir. Ularga rahim qilguchidir. Ya'ni fohishiga majburlanganligi uchun Alloh ularni javobgarlikka tortmaydi. Majburlovchilarni qattiq jazolaydi. Ey mo'minlar, biz sizlarga ro'shan oyatlarni, sizlardan ilgari o'tgan ummatlardan misollarni va taqvodorlar uchun vaz nasihatlarni shak shubhasiz nozil qildik. Alloh osmonlarning va zaminning nuridir. Allohning mo'min bandasining qalbidagi nuri xuddi chiroq qo'ydigan takchiga o'xshaydi. Uningda chiroq bordir. Chiroq shishining ichidadir. Shisha go'yo nurliq yulduzdir. Chiroq muborak zaytun daraxining yig'i bilan yo'rtilgan. U ya'ni zaytun daraxi sharq tarafdami emas, g'arb tarafdami emas. Sahroda ochiqchilikda bo'lib, kun bo'yi uningga kun nuri tushib turadi. Shuning bilan uning mevasi pishib yetilgan bo'ladi. Yig'i eng suzuk bo'ladi. Suzukligidan o't tegmisimi yo'rib ketayla deb qoladi. O't bilan yo'rtilsa, nur ustiga nur qo'shiladi. Allah xohlagan kishini uning nuriga, ya'ni Qur'onga erishishga muvaffaq qiladi. Allah ibrat olsin deb kishilarga misollarni, ularning fahmiga yaqinlashtirib bayon qiladi. Allah hamma narsani bilguchidir. Allah'ның ulug'lanishi va ismining yod etilishi buyurilgan masjidlarda mo'minlar atdigan oqshomda tasbih aytib turadi. Ular shundoq erlarki, so'd-setiq ularni Allohni zikr qilishdan, namoz o'tashdan, zakot berishdan g'aflatda qoldirmaydi. Ular dilla va ko'zlar qolaymqonlashib ketadigan kun, ya'ni qiyomat kunidan qo'rqadi. Allah'ni o'zlarining qilgan yaxshi amallariga mukofot bersin va o'zining fazlidan oshirib bersin deb ular shundoq ibodatlarni qiladi. Allah xohlagan odamga hisobsiz rizq berdi. Kofirlarning yaxshi amal deb o'ylagan amallari boyag'andagi sarabga o'xshaydi. Tashna odam uni suv deb gumon qiladi. Uning yeniga kelsa hech narsa ko'rinmaydi. Ya'ni suv ko'maydi. U Allohning o'z amrining yanida ko'z tutib turg'uchi ekanligini bayqaydi. Allah uning qilmishiga tegishlik jazo berdi. Allah tez hisob olg'uchidir. Yoki ularning yaxshi deb gumon qilgan amallari cho'nqur dengizdagi qorong'ulikqa o'xshaydi. Uni, ya'ni dengizni qatma-qat to'lqinlar va to'lqinlarning ustidagi qora bulutlar qoplab turdi. Mana bu qatma-qat qorong'uliklardir.
Bu qarang'uliqqa giribdor bo'lg'ichi qo'lini uzatsa, barmoqlarini ko'rolmaydi. Allah nur ato qilmasa, kim bo'lmasin nurni ko'rolmaydi. Ya'ni Allah hidoyat qilmagan odam hargiz hidoyat topmaydi. Allahqa osmonlardagi va zamindagilarning va qanotlarini kergan holda uchib ketayotgan qushlarning tasbih aytadiganligini sen bilmamsan? Tasbih aytadiganligini sen bilmamsan? Allah her məxluqning duasını və təsbihini bilidi. Allah ularning qiladigan ishlarini to'liq bilguchidir. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Xaloyiqning oxir qaytadigan joyi Allohning dargohidir. Ko'mamsanki, Allah bulutlarni haydaydi. Ondan ularni bir-biriga qo'shidi. Ondan ularni to'playdi. Shuning bilan bulutning orasidan yomg'ir yoqqanligini ko'rsan. Allah osmondagi tog'dek bulutlardan mo'ldir yog'dirdi. Uni Allah xohlagan odamga yetkazadi. Ya'ni uning bilan xohlagan odamning ziroati, mevasi va chorvalari ziyon yetkazadi. Va chorvalarga ziyon yetkazadi. Va uning ziynidan xohlagan odamni saqlaydi. Chaqmoqning yo'riqi qarg'uvchilarni ko'zlaridan o'yirvatgida tasib qoladi. Allah kecha bilan kunduzni almashtirib turadi. Buningda aql egalari uchun albatta ibrat bor. Allah har bir jondarni suvdan yaratdi. Ularning ba'zisi qo'rsqi bilan mangdi, ba'zisi 2 put bilan mangdi, ba'zisi 4 put bilan mangdi. Allah xohlagan maxluqotlarni yaratdi. Allah haqiqatan har narsaga qodirdir. Shubhisizki biz ro'shan oyatlarni nozil qildik. Allah o'zi xohlagan kishilarni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Munofiqlar Allohga va payg'ambarga iymon etdik va itoat qildik deyishadi. Ondan ulardan bir jamoa shuningdan, ya'ni iymonni da'vo qilgandan keyin shariat hukmidan yuz o'riydi. Ular haqiqatda mo'min emas. Ularning orasida payg'ambar hukm chiqarish uchun ular Allohning va payg'ambarning hukmiga chaqirilsa, ulardan bir jamoa payg'ambarning oldiga hozir bo'lishdan bosh tortadi. Agar haqiqat ularning tarafida bo'ladigan bo'lsa, payg'ambar alayhissalomning haq hukm chiqaradiganligini bildiganliklari uchun payg'ambarga bo'ysungan holda kelishidi. Ularning dillarida munofiqlik illati bormi? Ya Muhammad alayhissalomning payg'ambarligidan gumonlanamdi? Ya Allohning va uning payg'ambarining ularga odil bo'lmasligidan qo'rqamdi? Yo'q, ular Rasulullohning hukmidan bosh tortganliklari uchun zolimdir. Payg'ambar mo'minlarning orasida hukm chiqarish uchun ular Allohga va uning payg'ambariga chaqirilgan chaqda ular angladik va itoat qildik deyishleri kerak. Mana shunday kishilar maqsadga erishguchilardir. Allohga va uning payg'ambariga itoat qilgan, Allohdan qo'rqqan va uningga taqvodorlik qilgan kishilar baxtga erishguchilardir. Munofiqlar agar sen ularni jihadga chiqishga amr qilsang, cho'qim chiqadiganligiga Alloh bilan kuchli qasam qiladi. Aytqinki, qasam qilmanglar. Qasaminglar yolg'on. Sizlardan talab qilindigini sadoqatlik bilan itoat qilishdir. Allah sizlarning qilmishinglardan haqiqatan xabardordir. Aytqinki, Allohga itoat qilinglar, payg'ambarga itoat qilinglar. Agar ular Allohga itoat qilishdan bosh tortsa, payg'ambarning elchiligini yetkazish mas'uliyati bor. Sizlarning itoat qilish mas'uliyatinglar bor. Agar payg'ambarning amriga itoat qilsanglar, hidoyat topsizlar. Payg'ambarning faqat tushunishlik qilib tabliq qilish mas'uliyati bor. Allah ichinglardagini iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan kishilarga, ulardan burun o'tganlarni zaminda hukmron qilgandek, ularni cho'qim hukmron qilishni, ular uchun tanlagan dinni cho'qim mustahkam qilib berishni va ularning qo'rqinchisini omonlikqa aylantirib berishni va'da qildi. Ular menga ibodat qiladi. Ular menga ibodat qiladi. Menga hech narsani sherik keltirmaydi. Shu va'dadan keyin kofir bo'lganlar Allohning itoatidan chiqquchilardir.
Allah'ның рәхметіге erişişіңлар үшін намаз оқыңлар, zakat беріңлар, пайғамбарға итаат қылыңлар. Kafirlarni zimində Allah'ның azabından qaçıb qutlalaydı deb oylamagın. Ularning joyi do'zax bo'ladi. Do'zax nima degan yomon joy? Ey mo'minlar, sizlarning qulduringlar, cho'rlaringlar va ichinglardagi balog'atga yetmagan bolalar namoz bomdoddan burun tushda uxlash uchun kiyiminglarni solgan chig'inglarda va uxlgandan keyin mushundoq 3 vaqtda yininglarga kirsa, sizlardan ijozat so'rasin. Bu 3 vaqt sizlarning avratinglar echilib qoladigan vaqtdir. Bu 3 vaqtdan boshqa vaqtlarda ular sizlarga kirsa, sizlargami, ulargami hech gunoh bo'lmaydi. Sizlar bir-biringlar bilan berish-kelish qilib tursizlar. Allah sizlarga oyatlarni, ya'ni shariat ahkomlarini ana shundoq bayon qiladi. Allah hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Kichik bolalaringlar balog'atga yetganda, ular ilgirikilar, ya'ni cho'nglar kirishda ijozat so'ragandek, uyga kirishda hamma vaqt ijozat so'rasin. Allah oyatlarini, dinning ishlarini sizlarga shundoq bayon qiladi. Allah hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Yotliq bo'lishni xohlamaydigan yashangan ayollar zinnatlarini oshkorlamagan holda rida nimchaga o'xshash tashqi kiyimlarini silvatsa, erlarning oldida odatdagi kiyimlari bilan yursa, hech gunoh yo'qdir. Tashqi kiyimlarini silvatishdan saqlansa, ular uchun yaxshidir. Allah hammani anglab turguchidir, bilib turguchidir. Jihadga chiqqanmisa, amaga gunoh yo'qdir. To'qurga gunoh yo'qdir. Kasalga gunoh yo'qdir. Ey insonlar, sizlar o'z uylaringlarda, ya'ni erlaringlarning, ayollaringlarning uylarida, otalaringlarning uylarida, onlaringlarning uylarida, qarindoshlaringlarning uylarida, hamshiranglarning uylarida, ya otanglarning qarindoshlarining uylarida, otanglarning hamshirlarining uylarida, ya onanglarning qarindoshlarining uylarida, ya onanglarning hamshirlarining uylarida, ya sizlar osh qushlarini boshqurdiganlarning uylarida, ya'ni uy egisi sirtqa chiqib ketib, uy bilan osh qushni sizlarga topshirganlarning uylarida, ya do'stlaringlarning uylarida ijozatsiz biror nima yesanglar, gunoh yo'qdir. Sizlar to'plashib yesanglarmi, ya yakki yesanglarmi, gunoh yo'qdir. Sizlar uylarga kirgan chig'inglarda o'zinglarga, ya'ni uydagi kishilarga Alloh belgilagan muborak, pok salomni beringlar. Ya'ni assalomu alaykum denglar. Allah sizlarni tushunsin deb oyatlarni mushundoq bayon qiladi. Allohga va uning payg'ambariga iymon etgan kishilar komil mo'minlardir. Ular musulmonlarga foydali bir ish ustida maslahatlashish uchun payg'ambar bilan jam bo'lgan chog'larda payg'ambardan ijozat so'rmaguncha ketib qolmaydi. Sendan ijozat so'raydiganlar Allohga va uning payg'ambariga iymon etadigan kishilardir. Ba'zi shaxsiy ish uchun ular sendan ijozat so'rasa, ularning ichidan sen xohlagan odamlarga ijozat bergin. Ularga sen Allohdan mag'firat tilagin. Allah haqiqatan nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Ey mo'minlar, payg'ambarni sizlar bir-biringlarni chaqirgandek chaqirmanglar. Sizlardan payg'ambarning suhbatidan osta sug'urilib g'ibida chiqib ketganlarni Allah albatta biladi. Payg'ambarning amriga xiloflik qiluvchilar dunyoda cho'ng bir fitnaga yo'liqishdan ya oxiratda qattiq bir azobga duchor bo'lishdan qo'rqsin. Bilinglarki, osmonlardagi va zimindagi narsalarning hammasi Allohningdir. Ya'ni Allohning mulkidir, Allohning maxluqotidir. Allohning tasarrufi ostidadir. Allah sizlarning amaliy ahvolinglarni bilib turadi. Bandalar Allohning dargohiga qaytarilgan kunda, ya'ni qiyomat kunida Allah ularning qilgan ishlarini ularga aytib beradi. Allah hamma narsani bilguchidir. Sura Furqon. Nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman.
Bütün jahon ahlini Allohning azobidan ogohlantiruvchi bo'lishi uchun bandasiga, ya'ni Muhammad alayhissalomga haq bilan botilni ayiruvchi Qur'onni nozil qilgan Allohning barkati buyukdir. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Allohning bolasi yo'qdir. Podshohlikda sherikimi yo'qdir. Allah hamma narsani yaratdi. Ondan o'zining xohishi bo'yicha uningga munosib o'lchamni belgiladi. Mushriklar Allohni qo'yib hech narsani yaratolmaydigan va o'zlari yaratilgan ilohlar, ya'ni butlarga ibodat qildi. Ular, ya'ni butlar o'zlaridan biror ziyonni dafi qilolmaydi. O'zlariga biror foydani keltirolmaydi. Boshqalarning jinni edishqa, boshqalarga hayot beg'ishlashqa yoki o'liklarni tirildirishga qodir bo'lolmaydi. Kafirlar bu, ya'ni Qur'on faqat u, ya'ni Muhammad o'zi to'qigan yolg'ondir. Uni to'qishqa boshqa bir qavm, ya'ni ahli kitob yordam bergan deydi. Ular payg'ambar alayhissalomga bo'xton choplash bilan uningga zulm qildi va yolg'onni chopladi. Ular aytdi: bu burunqilarning afsonalaridirki, ularni u yozdirib olgan. Hepsi qilib uchun uningga atdigan oqshomda o'qib berilyotdi. Aytqinki, uni osmonlardagi va zamindagi sirni bilib turadigan Alloh nozil qildi. Alloh haqiqatan nihoyatda mag'firat qiluvchidir. Bandalarga nihoyatda mehribondir. Mushriklar Muhammad alayhissalomni masxara qilib aytdi: bozorlarda biz tomoq yegandek tomoq yeydigan, biz mangandek mengib yuradigan bu qandoq payg'ambar? Uning bilan birga ogohlantiruvchi bo'lish uchun Alloh uningga nemishqa bir farishta avatmidi? Ya uningga bir xazina berilmidi? Ya uningga mevalarini yeydigan bir bog' berilmidi? Zolimlar, ya'ni kofirlar, sizlar faqat sehrlangan bir odamga ergashyapsizlar dedi. Mushriklarning sening uchun nurg'un misollarni keltirganligiga qarag'in. Ular ozdi, to'g'ri yo'l topolmaydi. Allohning barkati buyukdirki, agar u xolisa, sana ularning aytganlaridanmi yaxshi, ostidan o'stanglar eqib turadigan bog'larni va cho'ng saroylarni ato qiladi. Yo'q, ular qiyomatni inkor qildi. Qiyomatni inkor qilganlarga biz do'zaxni tayyorladik. Do'zax ularni yiroqdan ko'rgan chog'da, ular do'zaxning g'azabdan qaynagan va eshakdek hong'irgan ovozini anglaydi. Ular zanjir bilan bog'langan holda do'zaxning tor yeriga tashlangan chog'da, bu yerda ular o'zlarining o'limini tilaydi. Ularga bugun sizlar bir o'limni emas, talay o'limlarni tilanglar deyiladi. Ular aytqinki, shu do'zax yaxshimi yo taqvodorlarga va'da qilingan kirgan kishi mangu qiladigan jannat yaxshimi? Jannat taqvodorlarga berilgan mukofotdir va ularning oxiri boradigan joyidir. Ular jannatda xohlagan ne'matlardan bahramand bo'ladi. Jannatda mangu qoladi. Bu Parvardigoringdan ishga oshirish tilinadigan va'dadir. Shu kunda Alloh ularga qo'shib, ular Allohni qo'yib cho'qingan narsalarni yig'idi. Shu kunda Alloh ularga qo'shib, ular Allohni qo'yib cho'qingan narsalarni yig'idi. Ondan Alloh ularga: mening bu bandalarimni sizlar ozdirdinglarmi yo to'g'ri yo'ldan ular o'zlari ozdimi deydi. Ibodat qilinguvchilar aytadi: ey Alloh, sen poktursan. Seni qo'yib boshqalarni do'st tutish, ya'ni sendan boshqaga cho'qinish bizga va sening maxluqotingdan hech ahadiga loyiq emas. Lekin sen ularni va ularning ota-bobolarini shu qadar ne'matga cho'mdirdingki, ular seni yod etishni unutdi. Ular halok bo'g'uchi qavm bo'ldi. Shubhisizki, ibodat qilinguvchilar sizlarning ularni ma'bud degan so'zinglarni inkor qildi. Ey kufarlar, sizlar o'zinglardan azobni dafi qilishqimi va bu balodan o'zinglarni qutuldirishga yordam berishgimi qodir bo'lolmaysizlar. Qodir bo'lolmaysizlar. Sizlardan kimki Allohga sherik keltirish bilan o'ziga zulm qiladi ekan, uningga biz oxiratda qattiq azobni tetitimiz.
Biz senden ilgiri əvətkən peyğəmbərlərinin həmmisila əlbəttə tamaq yeydi. Bazarlarda menib yürətdi. Bəzіңlarni bəzіңlar bilan sınıdıq. Səbir qılamsılar? Yani səbir qılыңlar. Pərverdigarın səbir qılğuçular bilan səbir qılmıqçularni körüp turğuçudur.